Suvi qochib qolgan nonni po'choqqa tashlavorishga shoshilmanglar. Chunki hozir sizlarga suvi qochgan nondan choy qaynaguncha eng zo'r pitssani ham yo'lda qoldirib yuboradigan retsept ko'rsataman. Unda boshladik. Men danga soni emasman 30 kunlik challenge'imizni 14-kuni. Manda baton non, xolisili yopgan non, xolisili patir, xolisili buxanka non. Ikkiga bo'lib o'rtasini ozgina olib olamiz. Olmasanglar ham bo'ladi. Teyalari xrustyashi, ichlari yumshoqqina chiqish uchun ozgina suv olamiz. Bir osh qoshiq mayonez, bir osh qoshiq ketchup. Yaxshilab aralashtirib, bir xil qilib surib olamiz. Qaymoq yoki smetananglar bo'lsa, sosga bir osh qoshiq qo'shib yuborsanglar ham yana ham mazali chiqadi. Nachinkasi xohishga ko'ra. Men kolbasa va sirdan ozgina pomidordan foydalandim. Ustiga ozgina miyatalarni sepib, tepa-pasti bilan yoqilgan oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkada 15 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Voy, siz buni bir dovishni eshitding, aniq ishtahangiz ochilib ketadi. Juda ham shoshib turganingizda farzandingizga oddiy tuxum qo'rib bergandan ko'ra shunaqa mazali nonushta yoki lunchboxga tayyorlab bersangiz bo'ladi. Challenge'im sizlarga yoqadimi? Oldingi retseptlarni ko'ryapsizlarmi? Aynan qaysi retseptlar sizlarga yoqdi va qaysilarini tayyorlab ko'rdinglar? Kommentariyaga yozinglar. Challenge'imizning 16 kuni hali oldinda. Kanal yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin.